keladi, uraveradi, keladi, uraveradi. Hujjatlardan tashqari norasmiy buyruq topshiriqlari ham ko'p-da. Jonini takka tikib yubormaydi-da. GAI xodimlariga qanday qaraysiz? Hammasi yaqinlarim. Ha, yo'q-e, qarindoshlaringizmi? Qo'yganda aka qo'yib yuborsin deb Yo'q, chiqib yo'q, yo'q-a? yo'q. Mashina qorami? Значит, nimadir bo'lsa kerak. Срочно demak oqqa o'zgartirishim kerak ekanda. Sizni to'xtatishadimi o'zi? To'xtatishadi. Yo'q-e, shunaqa ish qilibdimi? Biz normalniy kalta yer edik, to'g'risi. Otalar zardali bo'lmasa, bolalar ham pardali bo'lmaydi. Spirtli ichimlik ichib olib turib, avtomobil boshqarish ommaviy avj olib ketgan bular. Shunchaki tegmasa, bular his qilmayapti-da. Ha, mayib qilib qo'ymasak bo'ldi, chiqib. Men qarab o'tirmayman. Pora oldi berilsa, real jabrlanish juda ham kam bo'ladi. Nimagaki, aksariyat holatda porani beruvchi o'zi boradi. Taklif, iltimos, shu ishimni bitirib ber. O'zi qonuniy yo'l turib, o'zi noqonuniy yo'ldan yurishni boshlaydi. Lekin qonunda ketgan. Pora berishni talab qilish degan narsa. Go'yoki olgan odam undan talab qilgan bo'lib chiqadi. Talab qilmagan aslida. Anoni o'zi kelib tiqishtiravergan, iltimos ol deb turib. Buni isbotlab bersa-chi nima bo'ladi? Juda qiyin isbotlash. Shuning hech qachon olmaslik kerak pora. 100 marta olmasdan birinchi marta olsa o'shanda tushasiz. Davlat ishdamasman. Yo'q, umuman. Qizig'i bittarisi esingizda bo'lsin. 28-modda bor bizda. 28 orqali vositachilik qilish degan narsa. Siz davlat ishida ishlamagan taqdiringizda ham siz o'rtada 28 orqali sizni vositachida porada ayblab olish mumkin. Shuni eslatishman. Farruh, siz biror joyda rasman ishlamaysiz, to'g'rimi? Yo'q, rasman ishlamayman. Lekin o'zini-o'zi band qilgan. Qonuniy o'sha band qilgan. Nima soha bo'yicha o'zingiz band qilgansiz? Shu reklama sohalari va reklama qilib berish. Siz asosan blogingiz bor. Blogerlik faoliyati sizda, to'g'rimi? Shunaqa. Keyin yaqinda sizni Farruh ko'rdik. Mana ichki ishlar xodimini fojiali halok bo'lishini ortidan ko'rdik. Ana yo'lda bir voyaga yetmagan shaxs urib ketib, GAI xodimi deymiz, u vafot etdi. Shundan keyin siz chiqib o'zingizni bir tavsiyalaringizni berdingiz-da, maslahat deydimi uni, işte xodimlarga yugurib chiqmanglar degan ma'noda aytdingiz. Endi uni hamma har xil tushundi, to'g'risi. Yo'l patrul xizmati akalarga yuzlanaman. Qaysi ma'noda? Akalar hammanglarni yaxshi ko'ramiz, chunki bizani tinchligimizni o'ylab, kechami, kunduzmi, sovuqmi, issig'mi, qormi, yomg'irmi, do'lmi xizmatdasizlar. Sizlarga respekt. Shunaqa holatlar bo'lsa, yo'lni qatnov qismiga chiqmanglar iloji boricha. Mana har xil inson bor ekan, o'zingizlar mana guvohi bo'ldinglar. Bundan oldin ham ko'p bo'lgan, endi bu shov bo'lib ketdi-da. Aynan mana shu voqeadan keyin sizni nima deydi, xayolingizga kelib qolib gapirdingizmi yo oldindan siz buni kuzatganmidingiz, shunaqa voqealarni ko'p ko'rganmisiz? Juda ko'p kuzatganman, faqat bu o'lim bilan tugadi, pikka chiqib ketdi. Bu xabarlar hamma joyda aylanib yuribdi-ku rekda. Keladi, uraveradi, keladi, uraveradi. Rekda chiqaverdi-da. Keyin men o'zimda ham ochig'i kontaktda ham masalan, shahar bo'yicha 5 ta batalyon bo'lsa, именно shu YPX xodimlari bo'yicha keyin bu yoqda spets anaqa ham bor. Bilsangiz, spets slujbadagi maxsusligilar ham bor. Kontaktda ularning raqamlari bormi deyman? Juda ko'p. Tanishlaringizmi deyman? Hammasi yaqinlarim. Yo'q, qarindoshlaringizmi? Yo'q, qarindosh emas. Shu har xil yo'l bilan tanishib qolganmiz yoki o'sha to'xtatgan paytlar, dokument tekshirayotgan paytlari, sraz telefonni olib, iliq muomala bo'lgan paytda nomer almashib, men aytaman, sraz aka, u bu xizmat bo'lsa, sizlardagi holatlar bo'lsa, yoritish bo'lsa, shu ma'noda. Shu ma'noda. Atak qo'yganda aka qo'yib yuborsin. Yo'q, menda dokumentlar hammasi joyida yuradi. Mana oddiy misol, Qahramon aka bilan ham yaxshiman, press Qahramon degan. Qahramon aka. Ular bilan inson. Juda zo'r inson. Birga kontent ham qilmoqchi edik. O'sha, ya'ni mana shu o'zimizdagi holatlarni yoritish bo'yicha yangi qoidalar, qonunlar chiqadi. O'sha bo'yicha aka-uka ma'nosida. Men o'zim ham chunki xizmat qilganman, faqat ichki ishlarda emas. Men qaysi yo'nalishda? Men armiyaga borganman 1 yildan oshiq. Armiyada. O'shuning uchun sistemani tushunaman. Ularning ishi qanaqa, ularga mas'uliyat yuklatilinadi va qanaqa topshiradi bu mas'uliyatni, bitta holat bo'lib qolsa qanaqa javob berish kerak. Qarang, endi xo'p, siz ko'p ko'rganman deyapsiz. Shunda nimaga o'sha xodimlar bo'lmasam shu kelib turgan mashina bor. Ularning nima instruksiyasida bormi yo tez kelayotgan bo'lsa ham yugurib chiqib to'xtatgin deydimi, nima yo shunaqa norasmiy topshiriqlar beriladimi? Nimaga ular ko'p chiqyapti bo'lmasa? Lekin aka, to'g'risi bu bo'yicha qonunni bilmayman. Ya'ni ular haqlimi o'sha yo'lga chiqib kelishga, ya'ni o'sha kelayotgan mashina bo'lsa, yo'lga chiqib kelishga
haqqi bormi? Ya'ni o'zini Yo'q, xizmat haqqi bor vazifasida yo'qligida emas. Aynan masalan, man bilgan o'sha qoidalarda, man bilgan normativ hujjatlarda birorta joyida yo'q bunaqa yo'q a? majburiy ta'lim. Man bilmayman borligini. Ha. Balki man bilmaydiganim bo'lmasa, man bilganlarimda yo'q. Lekin bizda umuman ichki ishlar tizimida amalda mavjud o'sha normativ hujjatlardan tashqari norasmiy buyruq topshiriqlari ham ko'pda. Plan bajar deb masalan haliyam bu yo'q deb aytishgani bilan lekin bilamizku borku. Misol uchun xodimlarga, GAI xodimlariga ham bir kunda nechta ichgan odamni topish kerak, rasmiylashtirish, nechta remen yoz deydi, nechta taqiqlangan belgiga yozasan va hokazo mana shunaqa planlar qo'yib tashlaydi-yu. Mana uchastko'ylarga ham masalan qo'yib tashlaydi plan. Borku bu baribir. Norasmiy topshiriq. Balki shunga o'xshagan narsa bormikin bularda hamchi, shu qiyin vaziyat bo'lsa ham, joningni tikib bo'lsa ham chiqasan deganda, masalan, boshliqlaridan balki. Siz eshitmaganmisiz? Men buni eshitmaganman aka. Men o'ylayman bu chiqish qachondan boshlangan, oxirgi payt ko'rgan bo'lsangiz har xil joylarda o'sha video tarqalib ketadi-da. Kapotiga osilib oladi. Mundoq keladi, to'xtatsa to'xtamaydi. Bu dal shu yuraversa faqat sekin yuradi. Где-то 10-15 atrofida yursa shu kapotiga osilib qoladi. Lavoyga osilib oladi. Bu o'zi ancha ommalashib ketuvdi. Ya'ni shu chiqib olsa yoki yo'lda turib olsa bu talibon to'xtaydi bu. Odam urib yubormaydi degan holat bilan men o'ylayman shu holat. Ya'ni o'zi rulda bo'lsangiz jonli, даже hayvon chiqsa ham to'xtashadi-yu. Bular nima desam ekan, oxirgi payt juda ko'payib ketdi. Yo balki ilgari ham ko'p bo'lgandir, faqat tarmoqda ko'p tarqalmagandir balki. Ну, lekin oxirgi payt shu narsa ko'payib ketdi-da. Yo'q, man deganimki, mana bu har bir sohada ishga kirishda talablari bo'ladi-da. Imtihondan o'tkazadi, test qiladi, uni ko'nikmalari qanchalik o'sha kirayotgan shaxs shuni hisobga oladi. Balki o'sha yo'l harakati qoidalari bo'yicha xodimni ishga olayotgan vaqtda shunaqa talablari bormikan? Masalan, men bilaman, xavfsizlik idoralariga ishga olishda shunaqa savollari bo'lar edi. Ko'p eshitganimizdan imtihonlarida ham shu qanaqadir vazifa topshiriq boshqa berilsa-yu, u sani shaxsiy qanaqadir hayoting boshqa bilan shaxsiy muammolaring bilan duch kelib qolsa ham qaysi birini tanlaysan degan yoki shunaqa masalalar bo'ladi-da. Siz yo'q, men shaxsiy hayotim emas, ishni Vazifa. tanlayman degan javoblarni berishingiz kerak bo'ladi masalan. Ish shunaqa. Masalan, razvedkada ishlaydiganlar bo'ladi. Ularda deyarli o'zini shaxsiy hayoti bo'lmaydi. Ular jonini tikib yuborgan shunga. Shunaqa. Davlat xavfsizligi boshqasini hisobga olib. Balki bularda ham shunaqa bormikan deyman-da talablar. Endi siz men ko'p muloqotda bo'laman deb aytyapsiz-ku, o'shanga Men o'ylayapman aka, именно o'sha kungi случай bo'yicha u menimcha undan oldin bir 2-3 ta GAI to'xtatgan bo'lsa o'tib ketib qolgan deb o'ylayman. u Da, o'tib ketgan va ratsiyadan yetkazilgan bo'lsa kerak. Meni taxminim, ratsiyadan yetkazilgan, shu mashinani to'xtat. O'tib ketdi mendan, san to'xtat degan narsa bo'lgan bo'lsa, bu biratan yo'lga chiqgan. Nimaga desangiz, mashina masalan mana bu yoqdan kelyapti-da, bu YPXdagi akamiz bu yoqda turgan. Yo'lni narigi tarafiga o'tgan. kesib o'tib. Da, masalan, shu o'zini liniyasida bo'lgan bo'lsa ham anaqada, lekin bular yo'q. O'sha barjorni ustidan, o'rtadagi barjorni ustidan o'tib, bu yoq tarafga o'tib yo'ldan chiqqanlar-da. Balki o'sha yana ham harakatlanishda davom etsa, boshqa odamlarning hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Buni ham o'yladim. Fikr ham bo'lishi mumkin. Endi mayli nima bo'lganda ham baribir bunaqa hayotini tikib chiqishni biz jasorat sifatida baribir qabul qilamiz. Men shunaqa qabul Har qildim. kimga ham emas. Va lekin o'sha siz masalan o'zingiz chiqishingizni aytyapsiz-ku, chiqmanglar, o'zinglarni asranglar boshqa degan Shunaqa. narsani ham aytyapsiz. Bu ularni ishini professional davom ettirishga xalaqit berib qolmaydimi keyinchalik? Sizga Endi- e'tiroz qilishmadimi? Yo'q, e'tiroz qilishmadi. Masalan, Qahramon aka ham bundoq ikkita qo'lni ko'targan, smaylik tashab qo'yibdilar. Как бы endi bu degani qisman qo'shilaman degan ma'noda. Men u yerda nimani bildirganmanki, sizlar bizga sog'lom holatda ko'proq keraksizlar. Mana bunaqa holatda masalan nomeri bo'lgan ekan. Nomeri bor-da. Endi men o'ylayman, endi masalan, bu meni fikrim inobatga olinadimi yo'qmi bilmayman. Bilsangiz mana Amerikada yoki boshqa davlatlarda shunaqa qoidabuzarlar uchun ularni o'zini mana bunaqa qanaqadir shipovoy narsasi bor. O'zi bundoq kichkina yig'ilib turadi-da, bitta bundoq qo'yib yuborsa yo'lni yopadi-da, ya'ni tikanlar bo'ladi-yu. Endi u unda yolg'iz mashina bo'lganda-da, endi Da. bu yerda ko'p-ku Ha, yo'q, orasidan o'tib boryapti. shunda demoqchi bo'lganligim, shunaqa qoidabuzarlik bo'lsa, odam bilan emas, yo mashina bilan quvlashadi orqadan. Ya'ni o'shani quvish, uni ushlash uchun. Lekin jonini takka tikib yubormaydi-da. Ya'ni bu holatda bilsangiz mana odam chiqib kelyapti, bu yerda mashina, ikkovi bir-biri bilan urushsa,
Bu aniqda. Taxtadan yasalgan mashina bo'lsa ham baribir mashina yutishi aniqda. Ya'ni odam aniq-ku u to'xtatib qola olmaydi. Ha, bizda ham bor shunaqa mixli uni nima deydi, maxsus yerga tashlanadigan. U endi vaqti joyiga qarab qilishadi uni. Endi shunga yarasha ish bo'lib qolganida. Bu holatda men o'ylayman, lekin chiqish to'g'ri emas. Ya'ni o'zligiga mashina berilgan, ya'ni zo'r orada ko'rganman o'sha Malibu 2si borda, XL 2 turbina. U ham shahar hududida yetib ola olmaydi mashinaga, masalan. Yoki o'sha ratsiyadan yetkazilsa, bular men o'zim ham ko'p holatda bo'lgan. Men mashinam rangi qorada, shu potokni to'xtatishadi-da, mani aytishadi. "Bundoq bu yoqqa o'ting" deyishadi-da. Sizni yo'g'i? Ha, mani tanishmaydi, endi tanishgan holatda emas, qora mashina. O'zi bu narsa bilasiz. Mashina qorami? Значит, nimadir bo'lsa kerak, buni deb to'xtatishadi-yu, potok Qoraga to'xtatishadi. shunaqa shubha bormi? Da, Yo'g'i. aniq qora tipani krutoy yoki anu Oqchi. dokumenti Oq yo'q. bechorami? Oq bechora emas, oq dokumentalniy yuradi deb o'ylashadi. Ha, yo'g'i. Da. Buni o'zingiz ham bilsangiz kerak. Yo'q, men shunga e'tibor qilmagan Mashinangiz ekanman. rangi qanaqa sizni? Qorada. Срочно demak oqqa o'zgartirishim kerak ekanda. Sizni to'xtatishadimi o'zi? To'xtatishadi. Menimcha ishni gaplashishsa kerak siz bilan borib. Yo'q, to'xtatishadi, Demak, so'rashamiz. qo'rqib- Men u yo'q, mana Yaxshi bilasiz. umumiy davlat tizimida ishlaydigan insonlar ichida men bilan yaxshi gaplashadigan, xushmuomala va men ham xushmuomala va chin ko'ngildan gaplashadiganim bu soha vakili, bu yo'l harakati inspektorlari. Addushi bir-birimizni ko'rsa kayfiyatimiz ko'tarilib, O'shada. addushi gaplashamiz-da biz. Nima deydi, o'zimizni odamday shunday gaplashamiz. Ochig'i juda qolgan sohalardan ko'ra bu nima? Da, men zo'r gaplashaman-da ular bilan. Men aytmoqchi bo'lganim, menda juda ko'p bo'lgan. Menimcha hozir ko'rib turganlarning ichida ham juda ko'p bo'lishi mumkin. Potok to'xtatilinadi. Bitta read masalan 3 ta 4 ta polosadan kelayotgan mashina read to'xtatilinadi. Qaysi mashinadan shubha qilsa o'shani bundoq qiladi-da, bundoq bu yoqqa o'ting deydi. Bundoq palochka bilan ko'rsatishadi. Bu yoqqa o'tib oladi. To'xtash kerak-da avvalo. Da. Tushundim. Endi bu gap bilan nima demoqchiman? Agar shunaqa u yoqdan ratsiyadan berilgan bo'lsa, o'zini jonini tikib chiqishi dan ko'ra, ya'ni ular uchun anaqa berilgan, ya'ni nima deydi? Transport berilgan. Endi moment u o'rtada bo'ldi-yu, menimcha mashinaga o'tirish boshqaga ulgurmagandir va balki u kishi urib ketadi ham degan xayol ham bo'lmagan bo'lsa kerak endi men. Boya aytganimdek, Unaqa nechta o'sha yo'l patrul xizmatidagilar yo'lga chiqib kelsa, ular yo sekin yurgan, ular kapotga osilib olgan va qanchadir muddat yurib, baribir to'xtagan. Menimcha akamiz shu holatni kutganmi deb o'ylayman. endi biz uni bilmaymiz, mayli nimani o'ylagan, lekin umumiy muammoni o'ziga qaraydigan bo'lsak, nega oxirgi vaqtlarda yo ko'payib ketdimi yo ilgaridan bo'lganmi, umuman kuzatuvlar shunaqada. Bunaqa yosh bolalar, voyaga yetmaganlarni transport boshqarib yurganligi holati ko'payib ketdi deb o'ylaysiz? Bu juda ko'payib ketdi. Sababi bunga blogerlar ham Rossiyadagi bo'lsin, to O'zbekistondagi bo'lsin, o'sha yaxshi o'sha qimmat BMW mashinalarda ularni tuning qilishyapti-da, stage'lar urishib, ana ovozini baland qilib, Akrapovich vixliplab qo'yib, bu yoshlar uchun trendga aylandi. Yo, tushundim. U blogerlar nima, voyaga yetmagan blogerlar shunday qilyaptimi yo Yo'q. voyaga yetmaganlarni o'tirg'izib shunday qilib namoyish qilyaptimiki? Nimaga aynan haydovchilik guvohnomasi yo'q bo'lgan, rulga o'tirish mumkin bo'lmagan yoshlar o'rtasida bu trendga chiqyapti? Sabab? O'sha boya aytayotganimdagi gonkani ham, ya'ni o'sha poyga o'ynashni ham yoshlar ko'proq yaxshi ko'radi. Ya'ni bu yoshlarning o'rtasida ko'p. Ular masalan uyda kompyuter o'ynab kelgan, yoshligidan kompyuter o'ynab yurganda, bu yoqdan vlogga qo'yishadi blogerlar. Men o'zimga M4 oldim, M5 oldim, M8 oldim. Tabriklaylar turgan trendiy muzikalarni qo'yib, mashinasini maqtanishadi. Keyin ora-oradan gazlab qo'yishadi, bularda sharoit topilganda yoshlarda. Yoshlarda hali o'ylov yo'q, mas'uliyat yo'q. Na bolasi, na chaqasi, xotini yoki Qo'pol aytayotganda yaxshi yashab bersa bo'ldi-da, ular boshqa ish talab qilmayapti. shunaqa yo'qotadigan narsasi yo'q. Ular o'zidan qanaqadir istoriya yasashni xohlaydi. Yosh-ku hali. Qo'pol qilib aytganda, masalan, shram xohlaydi o'ziga. Endi bu jarohat yetkazish orqali emas, как бы nimadirlar xohlaydi-da. Yoshlik shunaqa qiziqishlari. Ilgari masalan, biz ham yoshlik vaqtida ko'rganmiz, lekin katta ko'chalarga haydab chiqib ketish, boshqa deyishgan jur'at bo'lmaganda. Endi Hozir ular katta ko'chalarda yuribdi. Eng qizig'i, agar u o'sha ko'chada maqtanib yurganini o'zi videoga olib
tarmoqqa joylamasa Qo'yadi. birov ko'pchilik bilmaydi ham. Yana Shunaqa. ahmoqlikning ikkinchisi bu o'zi joylab ham beryapti-da o'shani Shunaqa. ko'rsatib. Manga farqi yo'q, ya'ni man shunaqa yuraman degan ma'noda. Men o'ylayman aka, bunda uzul kesil otalarni o'rni katta. Ya'niki shu farzandlarni otasi qattiq turmayapti. Masalan, men o'sha boya aytganingizdek Qattiq eslayman. turmayapti deysiz. Albatta. Qanday turishi mumkin? Qattiq turishi Tarbiyada. qanday? Tarbiyada. Masalan, Hozir bolaga so'kib qo'ysa ham voy maishiy zo'ravonlik deb qamavyapti-yu, qanday qattiq tursin? endi yoshlikdan menimcha unga qanaqadir o'rnatilib kelsa bo'ladi nimadir. Например, men eslayman, bu hozir siz uchun ham yengillik bo'lmaydi. Men otamni qarashi уже meni tamom qilib Ha, qo'ygan. qarashi Men masalan mani urmaganlar manada. Bundoq yo'g'i shunaqa ish qilibdimi? Bo'ldi уже men o'sha yerda уже tamom bo'lganman. O'sha yerda уже agar mumkin bo'lsa, nima deydi? Tushunishda уже men infarkt, insultlarni biz qabul normalniy qilganman. kalta yer edik, to'g'risi agar otamiz sal не то ish qilsa, biz qarashini o'zi yetardi, lekin O'shani hozir unaqa emasda. Endi mani fikrim bu subyektiv fikr, bunga qo'shilmasligi mumkin. Oxirgi vaqtlarda oilaviy maishiy zo'ravonlik bo'yicha qonunlarni kuchaytiramiz, bolaning huquqini himoya qilamiz degan mana shunaqa targ'ibotni o'ta darajada ko'payib ketganligi sababli, to'g'risini aytish kerak, otalar bolalarga ham gapira olmay qoldida o'zi. Bu bola ham kopeykaga ilmayapti. Ya'ni bu ayrim bir shu yo'nalishdagi islohotlarimiz oilada otani o'rni yo'q bo'lib qolishiga ham sabab Albatta. bo'lyapti-da va u quloq solmagandan keyin xolasi otasini mashinasiga minib ketyapti, oqibatda kimnidir bosib ketadi boshqa. Kecha ham chiqdi, yaqin kunlarda o'sha ikkita yosh bola otasini mashinasida Ko'rdim. maqtanib mahallaning ichida qayerdadir yurgan ekan. Juda yosh Qo'ni bolalar. qo'shnisi keyin kelib e'tiroz qilsa, ota Sanim ularni yonini olyapti-da. Ha. Eng qizig'i ota ham intervyu berishda bir marta nazoratsiz qoldirganimda bir marta minib ketgan ekan deydi. Man lekin ana bolalarni minishidan mashina bilib haydashidan turib ko'rib turibmanku, bir martada unday haydamaydi-da. U ancha o'zi tajribasi ortib qolgan. Endi buni misol nima qilsa bo'ladi? Endi Hozir- urib bo'lmaydi hozir, lekin bolani urib qo'ysang tamom. Bir 15 yil oldingi paytni aytaman sizga. Ha. 15 yil, 16 yil oldin esimda. U payt o'sha men yosh bo'lganman, hali pravam bo'lmagan. 14 yosh shu atrofda bo'lgan paytlarim. Esimda menga aytardilar, agar mashinani zo'r qilib yuvsang, men chiqib qarayman, o'shanda bundoq borib 15 metr haydab, yana 15 metr qaytib kelasan derdilar. Lekin bu narsa bilasizmi, bir 10 ta yo 10 marta yo 15 marta yuvganimdan keyin nasib qilardi. U paytda ham yonimda o'tirardilar. Yonimda o'tirgan holatda shu narsa amalga oshiriladi. Mahallani o'zida qattim turardilar-da, mashina sohasida, haydash bo'yicha deb. Oddiy misol bitta yamaga tushsam, ketdi urdi xudoga endi yog'i. Hayot qiyinlashib ketardi men uchun. Shu otalar zardali bo'lmasa, bolalar ham pardali bo'lmaydi. Yaxshi gaplar aytyapsiz-ku, lekin mayli. Siz o'zingiz masalan nima deysiz? Baribir masalan indamasangiz u yosh bola hali bilganini qiladi. Yo'q. Unga ozgina dakki berish kerak. Holat Man bo'yicha nafaqat tushuntirish berish kerak. Yo'q, man bunaqa momentda dakki berishni o'zi kamlik qiladi. Mayib qilib qo'ymasak bo'ldi, chiqib. Man qarab o'tirmayman. Oqibatini nima holatga olib kelishini, masalan, hayday desa, bolam o'tirmabdi. Masalan, urmasdan holatda ham. Qara, men bu holatda mana bunaqa bo'lgan. Men bu holatda o'lgan, o'ldirib qo'ygan, mashinani mana bunaqa qilib yuborgan. Men bilasan bu uchun qanaqa mehnat. Gaplashib do'st bo'lib olish kerakmi, bilmayman. Mayli, endi urushgacha bormasa, do'st bo'lib oqibatlarini aytib yursa, bu men o'ylayman, bu berib qo'yishi, bu yoshlikdan haydayapti deb faxrlanish hissi ham bormi deb o'ylab qolaman. Ya'ni bu erkin qo'yish emas. Ha, endi balki shunaqadir. Mani fikrim bu hayotda o'ta darajada bolalar uchun yengil bo'lib ketganligi. Ular uchun juda ko'p sharoitni, ortiqcha darajada sharoit yaratib berilayotganligi. E'tibor qilsangiz, mana shunaqa sho'xlik qilayotganlarda aksariyat deyarli hammasi ham bu o'ta to'q bo'lgan, o'ziga yarasha puli, moliyaviy imkoniyatlari yaxshi bo'lgan oilani bolalari. Qiynalib yurgan bolalar bunday qilmaydi. Vaqti ham yo'q, boya Vaqti ham aytganingizdek, yo'q. U nimadir bilan band. yo o'qish bilan yoki o'sha o'qishdan keyin tirikchilik bilan band. Bu o'sha to'qlikka sho'xlik, ya'niki Bekorchilik o'tiribdi, zerikibdi. to'qlik, ya'ni demak o'z o'rnidan bu ko'rsatyaptiki, jamiyatda qancha to'q sharoitli boy odamlar ko'payib borgani sari mana bunaqa quloqsiz bolalar ham ko'payishni boshlaydi. Ya'ni endi biz yosh
vaqtimizda unaqa boylar ko'p bo'lmaganda, mana endi Hamma hozir bitta plankada bo'lgan. tadbirkorlik boshqa deb ko'payib boryapti. Balki shu sabab bo'layotgandir. No, birdan yechilib bo'lmaydi. Xo'p, siz anavi ko'chaga chiqma boshqa degan nima taklif berasiz. Lekin umumiy masalan o'zingizni qanaqadir qarashingiz bormi taklifingiz? Targ'ibotda aytyapsiz, kuchaytirish kerak. Undan tashqari boshqacha qanaqadir uslublarni qo'llasa shu kamayadi. Yo'ldagi shunaqa hodisalar deb bir variant taklif qila olasizmi? Masalan, men o'ylayman, shu yo'lga yugurib chiqishdan tashqari любой ish qilsa to'g'ri keladi bunga. Masalan, Masalan, mashinalari bor ularni. Shundoq o'sha man otib aytaylik, tashlash masalan, o'sha bo'ysunmagan avtomobilga qarab o'q uzish huquqi berilsa, GAI xodimlariga qanday qaraysiz? endi yo'q bunga. Man bo'lganimda, man misol uchun o'sha bo'ysunmay anaqa ketayotgan avtomobilga qarab o'q uzish huquqini berish kerak xodimlarga deb hisoblayman. Ayvo. Otish kerak ular, odamga qarab otadimi, boshqami, u potensial qotil. Mana Ha. ko'rdik, u qochyaptimi, mashinada bo'ysun bo'ldi, uni potensial qotil sifatida ko'rish kerak va u kimnidir o'ldirib ketmasligi uchun uni otish kerak deb hisoblayman. Endi O'q- o'ziga ya'ni emas, o'q otish. mashinaga manimcha otsa bo'lar balki. Mashinaga otar, o'ziga tegib qolsa ham hech narsa emas. Masalan, man xafa bo'lmayman. Bitta qonunbuzar kamaydi deb hisoblayman. Keyin qolganligi ham o'rnak bo'ladi. Qolganlarga o'rnak bo'ladi. Dedi otib tashlash mumkin ekanda. Balki Ha. odam qo'rquv uyg'onadi. qo'rquv. Endi qonunni nimasi shundayda, qonun diktaturasi bo'lishi kerakda. Diktatura faqat qonun uchun bo'lishi kerak. Ularda pistolet bo'ladi shekilli. O'sha Endi shuni ko'rib chiqish kerak. Mani fikrim shunaqaki, bo'ysunmagan avtomobilga qarab o'q uzish huquqi o'sha yo'l inspektorlariga berilishi kerak deb o'ylayman. Mayli bo'lsa ham hech narsa emas. Mosh yonib ketar mashinasi. Eng kamida to'xtaydi. Bir 5-6 ta shunaqa bo'lsa, keyin qani birortasi qani bo'ysunmasdan o'tib ketish bo'larmikin yo'qmi? Ha, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ya'ni Oldi olinadi. ba'zi bir vaqtida sharoit keskin mana shunday chora ko'rish talab qilishi mumkinda. Masalan, men eshitganman Belarusiyani tajribasida bir vaqtlar qancha vaqt davom etganini bilmayman. O'sha spirtli ichimlik ichib olib turib, avtomobil boshqarish ommaviy avj olib ketgan bo'lgan. Qanchalik harakat qilmasin, bu kamaymagan. Keyin qonunni o'zgartirishgan. Kim ichib qo'lga tushadigan bo'lsa, GAI xodimiga o'ziga jazo berish bilan bir vaqtda avtomobil davlat ixtiyoriga o'tib ketadigan bo'lgan. Zo'r tema bo'lgan ekan. Keskin ravishda ichib avtomobil boshqarish kamayib ketgan o'shanda. Ya'ni bu o'ta darajada keskin qadam bo'lgan va lekin bu natijaga olib kelgan. Ba'zi vaqtlarda ayrim huquqbuzarliklar bo'yicha shunaqa qilishga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Endi meni fikrim bu. Qat'iyan jazo. Siz bilmadim. Men umuman qonun ustuvor bo'lishini xohlayman. 100%. Bu hammaga teng bo'lishini 100%. Bu kimdir aylanib o'tishi bo'lmaydi. Boylar qarshi bo'ladi, chunki ular bo'ysunmay qochishga harakat qiladi. Endi men bitta gap O'ziga ishongan yoki tanishi tanka juda kuchli bo'lganlar qarshi bo'lishga boshlaydi. Siz kuzatganmisiz? Hech mana avtomobil raqamlarini yechib yoki yashirib olib harakatlanadigan shunaqa toifa bor. Men bilaman. Magnitlik qilib olishadi, anaqanda nomerlar ham, любой ichadigan. Yo'q, ular ochiqchasiga ba'zan o'sha yechib yurishadi. Va bu oddiy mashinalar emas. Ha, to'g'ri. Qurtoy mashina. Matiz, Spark. Masalan, mana shu nimadan Yangi yo'ldan Toshkentga kirib kelishda M39 avtomobil yo'lidan Toshkentga kirib kelish juda ko'p ko'raman shunaqa. Yonimdan zing'illab o'tib ketadi. Tog'dan qaytishda yechib olishadi-da. Yo'q, tog'dan emas, men bu yoqni aytyapman, Samarqanddan kelishda. Ha, bu yoqni ortdan yetib olganimni yetib olib, postgacha borib, ba'zan to'xtattirganman. Xodimlarga tushib, buni to'xtatinglar. Lekin ko'p holatlar xodimlar ham o'tkazib yuboradi ularni. Menimcha tizim ichida yurgan odamlar o'zlari. Mana shu o'q ochishga ular qarshi bo'lishi mumkin. Biz yeb qolamiz debmi? Endi kim kattakon birov bo'lsa, lekin bu noto'g'ri. Ya'ni bu ham o'sha qonunni hammaga teng qo'llashda ustuvorlik emas. Ya'ni ustuvorlik yo'q ekanligini bildiradi. Lekin baribir biz o'sha teng hammaga qat'iy qo'llash yo'liga o'tishimiz kerak. Shunda zo'r bo'ladi lekin, Shu masalani men misol uchun sizni shu nimangiz bor-ku, tarmoqlar orqali ham odamlarning fikrini bilishimiz kerak. Tarqatib umuman mana shunday holatlarning oldini olish uchun keskin choralar qatorida takliflar shunaqa post qo'yib yuborsanmi ekan? Ya'ni nimadir ekan odamlar, qanday bir ko'raylik xalqni. Xo'p, endi bizni tezlik loyihamiz doirasida biz mana shunaqa mavzularda chiqishlar qilib gaplashib turamiz. Yakunida agar sizni qanaqadir fikringiz, aytadigan gaplaringiz bo'lsa, Farruh bizga yetkazib qo'ying. Biz ko'proq sizni o'sha siz bilan gaplashishga shu gaplaringiz ilhomlantirdi-da.
Qani ko'raylik, nima demoqchi bo'ldi o'zi bu deb. Keyin odamlar qanday qabul qildi bu sizni fikringizni, xodimlar qanday qabul qildi, shuning uchun chaqiruvdik. Xo'p, endi agar nima deydi, xodim bo'lmasa, mashina haydayveradigan inson bo'lsa, shu 60 dan oshirmagani yaxshi. Endi qanaqadir sodda aytyapman. Men bunga o'zim ham Toshkent shahrining ichida 60 dan oshirmagan yaxshi, to'g'rimi? Yo, Albatta. butun respublikada deyapsizmi? yo'q, demoqchiman o'sha belgilangan tezlik mana eng zo'ri. Men biroz 60 km yopishib olganman, shahardan chiqishim juda kamdan kam, dash tog'ga ham. Belgilangan tezlikdan oshirmay yursa juda bir foydali. Lekin deb e'tiroz qiladiganlar ham ko'pda bunga, bilasizlar shuni. Men shoshyapman deydi-yu. Men shoshyapman deganligim atvet bor. O'sha sal tezroq yursa, ishoning bo'lsa bir 3 minut yutadi, ko'p emas. Bu 3 minut juda ko'p narsa bermaydi. Men masalan esimda, aytaman 2 yil oldin, hozir men Ansiradarda ham yuraman. 65, 66, mana shu 60 bilan 70 orasida tushgan radarlarim bir oyda menga 12 millionga yig'ilib qolgan. Menga yoqmadi o'sha narsa keyin. Men aytdim, nima menga dedim. Shu Bor yo yoqmadi xolasmi? Yo'q, yoqmagan tarafini aytadigan bo'lsam, masalan, hozir bu cho'nchagiga tegmasa bular his qilmayapti-da. Ha. Va shu uchun men og'riqli tarafini ushlamoqchiman. Shu 12 million uyga bozor qilib olib kirsam bo'lardi-yu deb o'yladim. Lekin u yurganlarim bilasizmi necha? 66, 65, 66 yurib qo'yganman. Alam qiladi. Da, tekis yo'lda, ya'ni nima desam ekan, o'sha yashilda yurganligim va o'sha bilsangiz baribir bundoq gaz bosib ketayotganingizda ozgina 1-2 oshib ketgani uncha sezilmaydi sizga. O'shani hisobidan tushib qo'yganman-da. Hozir mana aka maqtanib ayta olmayman bemalol, ko'z tegmasin endi bunga. 60 dan oshmayapsiz. 3 yildan beri umuman bitta ham qoidabuzarlik banda bo'lgani yo'q. Yo'q, 3 Da. yildan beri birorta yo'q. Yo'q. Men даже remenni ham shuni o'tiraman-u. O'zi ansiradar o'zi ham bu gapni aytadi. Sraz o'tirish bilan xavfsizlik kamarini taqing deydi-da. Masalan, aralashaveradi har nima. sraz taqaman masalan. Yo o'zi u gapirmasa ham taqaman. Ochig'i bir xil paytda men o'zi o'rtoqlarim ustimdan kulishadi-da. Bir xil paytda "No, kelib to'xtaysizda. Shuni sal oldinroq olib qo'ygin, men chiqmoqchi" deydi-yu. O'tiraman, remen taqaman 1 metrga, tushunyapsizmi? Уже настолько shu instinkt bo'lib qolib ketdi. Bu yaxshi ekan bir tomondan. Keyingi taklif. Xo'p, bu xodimlarga bo'ladigan bo'lsa, siz aytganingizdek, buni bitta ko'rib chiqish kerak. Imkon qadar o'zi chiqib bunaqa halok bo'lgandan ko'ra, akamizni ham 3 ta farzandi mana hozir otasi qolib ketdi. Bular bu tarafdan ko'rib chiqish kerak. Ya'ni qoidaga qat'iy amal qilish, cho'nchak taraflama, u kim o'ldirib yuborishi mumkin. Hozirgi yosh bola qamoqda o'tiribdi, otasi ham masalan yerga qarab o'tiribdi, baribir xulosa chiqarish kerak. Buni oxiri yo'q deganda 65 yurib qo'ysa ham cho'nchagiga zarar. Yoki kimdirning umriga zomin bo'ladi. U oddiy odam bo'lsin yoki xodim. Bu faxrlanadigan holat emas. Unga kimdir Oskar mukofotini yoki nima deydi, qanaqadir mukofot bermaydi, ya'ni faqat minusga olib keladi. Bu holatda bo'lsa, bular menimcha endi o'zligi juda yaxshi bilishadi, buni sinab ko'rishsa kerak. Siz aytganingizdek, balki o'sha men o'ylayman, mashinani olib qo'yish yaxshiroq, endi otib tashlagandan ko'ra. Bo'ysunmagan mashinani davlatga konfiskatsiya qilib yuborasiz. Albatta. Yo, uni birinchi to'xtatib olish kerak-ku. Uni endi To'xtatib olgandan keyin o'zi qonuniy choralar bor, uni tushuntirib qo'yish, o'zi normal esini kiritib qo'yishadi. Gap to'xtatib olishda. Endi to'xtatib olishda menimcha o'sha takoy anaqadan qo'yib yuborish kerak. Endi kechirib patok ichida. Bu ham variant, lekin bor. Endi boyagi taklif ham variant va mening fikrim, xodimlarni ham o'sha bo'ysunmay qochib ketayotgan avtomobil bo'lsa, chiqib to'xtatmaganligi uchun xodimlarni ham jazolamaslik kerak unda. Bu bor deb o'ylaysizmi? Sal chiqib to'xtatmading deyishadi. Yo'q, ertaga masalan u nimadir salbiy oqibat olib keladigan bo'lsa, ba'zan xodimlarni ham sen qonuniy to'xtash chorasini ko'rmagansan, u oqibatdan bunaqa holat qildi deb ularni ham jazolash mumkin-da. Shunaqa amaliyot afsuski. Endi men aniq misol keltira olmayman, lekin umumiy qonunchilikdan kelsak bor shunaqa. Ya'ni o'zini xizmat vazifasiga sovuqqonlik qildi deb. Aynan bu holatda sovuqqonlik deb qaralmasligi kerak-da bu. Bizlar bilan suhbatdosh Farruh Namozov bo'ldi. Taklif va fikrlaringiz uchun juda ham katta rahmat. Endi buni amalda qanchalik qilish mumkin, qani vaqt ko'rsatadi. Ichki ishlar tizimini mana shu xizmatiga ham biz o'zimizni takliflarimizni yetkazib qo'yamiz. Xalqning munosabatini ham yetkazib qo'yamiz. Katta rahmat.